hisoblarni ochish bo'yicha ma'lumot beraylik. Hisob raqam ochish bo'yicha ma'lumot yuridik hisob raqam ochishlarimiz bepul. Hisob raqam ochgandan so'ng debit aylanmalarimiz imtiyozli tarifga o'tsangiz oddiy tariflarimiz bor, 0,2% bor, 0,1%liklar bor. Agar gold tariflarga o'tmoqchi bo'lsangiz 0,05 tariflarimiz bor, 0,04, 0,03, 0,02, 0,01 tariflarimiz bor. Unga 0,05 dan kam bo'lgan miqdorda abonent to'lovi undiriladi. Agar quyida hisob raqam ochishda kerakli hujjatlar guvohnoma, nizom, pasport nusxalaridan taqdim etilganda hisob raqami ochib beriladi. Kecha ariza to'ldirib hisob raqami ochishga to'ldirib shartnoma imzolab hisob raqami ochiladi. Internet banking, mobil bank ilovalarimizdan foydalanish mutlaqo bepul. Mobil bankga a'zo bo'lib, internet banklar mobil bankga a'zo bo'lganda xohlagan joyingizdan hisob raqam orqali hisob raqamingizga qoldirilmalarni, pul mablag'larini ko'rib, boshqa to'lovlarga yo'naltirishingiz mumkin. Bo'lsangiz barcha turdagi kreditlarimiz bor. Kredit bo'limiga murojaat qilib, bundan ma'lumot olib, kredit olishingiz ham mumkin. Xodimlarga plastik ochtirmoqchimanmi? Xodimlarga plastik ochtirsam, qaysi yo'nalishda bo'yicha? Ishchi xodimlarga plastik karta ochish uchun avvalo pasport kopiyasi, ishchi o'sha xodimlarning o'sha korxonada ishlashligi to'g'risidagi byurolaridan pasport nusxalaridan taqdim etilganda plastik kartochkalar ochib beriladi. Plastik kartochkalar ishchi xodimlarga bepul hammasi. Plastik kartochkalar Humo, Uzcard plastik kartochkalarimiz bor. Undan tashqari Visa Gold kartalarimiz ham bor. Ulardan ham olib ishlatib dunyo miqyosida ishlatishingiz mumkin.